Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiradigan turistik makon Markaziy Osiyo turizm halqasini yaratish tashabbusini ilgari surdi. Bu haqda davlat rahbari 4-may kuni Samarqandda o'tkazilgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashi 59-yig'ilishining ochilish marosimida aytib o'tdi. Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlashicha, dunyodagi notinchlik tufayli millionlab turistlar xavfsiz yo'nalishlarni qidirmoqda. Markaziy Osiyo ziyorat, madaniy, gastronomik, etno, ekstremal, tibbiyot kabi turizm yo'nalishlarida katta salohiyatga ega. Bu sohaga alohida e'tibor qaratib, zarur infratuzilma, servis, viza va transport, eng muhimi sayyohlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirdik. Buning hisobiga 10 yil ichida O'zbekistonga xorijiy turistlar oqimi 6 karra oshib 12 million nafarga yetdi, deydi prezident. Yaqinda Toshkent shahrida ochilgan Markaziy Osiyoning ilm-fan va ma'naviy xazinasi sifatida e'tirof etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqandda barpo etilgan buyuk alloma Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi O'zbekistonning yangi durdonalariga aylangan. Bunday majmualar qo'shni mamlakatlarda ham bunyod etilmoqda. Shu bois mintaqa davlatlarini birlashtiradigan turistik makon Markaziy Osiyo turizm halqasini yaratish tashabbusini ilgari suramiz. Qo'shni davlatlar, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa hamkorlarimizni turizmni rivojlantirish bo'yicha loyihalar portfelini shakllantirib, birgalikda moliyalashtirishga chaqiramiz, deydi prezident. Shuningdek, O'zbekiston yetakchisi aytib o'tilgan barcha taklif va tashabbuslarni O'zbekiston Osiyo taraqqiyot banki bilan faqat suveren kreditlar doirasida emas, balki davlat xususiy sheriklik, kafolat instrumentlari, aralash moliyalashtirish va xususiy kapitalni jalb etish orqali faol hamkorlikda amalga oshirishga tayyor ekanini bildirgan. Endi O'zbekistonda ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun moliyaviy sanksiyalar joriy etiladi. Bu haqda 4-may kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining qonunida so'z boradi. Ushbu hujjat bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun moliyaviy sanksiyalar joriy etilishi belgilandi. Unga ko'ra, daryolarning o'zallarini tozalashga va qirg'oqlarni mustahkamlashga doir ishlarni amalga oshirish tartibini buzganlik uchun yuridik shaxslarga nisbatan atrof muhitga yetkazilgan zararning 3 baravari miqdorida jarima tarzidagi moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Suvlarni ifloslantirganlik, shuningdek suv obyektlariga oqova suvlarni oqizishga yo'l qo'yish shartlari to'g'risidagi talablarni buzganlik uchun yuridik shaxslarga nisbatan atrof muhitni ifloslantirganlik uchun to'lanishi lozim bo'lgan kompensatsiya to'lovining 10 baravari miqdorida jarima tarzidagi moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan yoki ularga biriktirilgan hududdagi daraxtlarni muhofaza qilish va saqlashga doir qonunchilikda belgilangan choralarni ko'rmaganlik uchun yuridik shaxslarga nisbatan atrof muhitga yetkazilgan zararning 5 baravari miqdorida jarima tarzidagi moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. O'zbekistonda 086 shaklidagi tibbiy ma'lumotnomani onlayn olish imkoniyati yaratildi deb xabar bermoqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali axborot xizmati. Qayd etilishicha, avval fuqarolar mazkur ma'lumotnomani olish uchun shifoxonaga qayta borishi va navbat kutish kerak edi. Endilikda esa xizmat to'liq raqamlashtirilib, hujjatni masofadan turib yuklab olish imkoniyati yaratildi. 086 shaklidagi tibbiy ma'lumotnoma oliygoh, litsey va kollejlarga hujjat topshirayotgan abituriyentlar, sportchilar va ishga kirayotgan nomzodlar, sudyalik lavozimiga tayinlanayotgan shaxslar, shuningdek, muruvvat va saxovat uylariga yo'llanma olayotgan keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarga taqdim etiladi. Ma'lumotnomani olish uchun foydalanuvchi my.gov.uz portaliga kirib, Sog'liqni saqlash bo'limiga o'tishi, 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani olish xizmatini tanlashi va tayyor hujjatni yuklab olishi kerak bo'ladi. Portal ma'lumotiga ko'ra, hujjat tizimda faqat fuqaro tegishli tibbiyot muassasasida shifokorlar ko'rigidan o'tgandan keyin shakllantiriladi. Shifokorlar xulosasi bazaga kiritilgach, ma'lumotnoma onlayn tarzda yuklab olish uchun ochiladi. Xizmatdan foydalanish mutlaqo bepul, qo'shimcha hujjatlar talab etilmaydi.
Rossiya harbiylari 4-may kuni ertalab Ukrainaning Xarkov viloyatidagi Merefa shahriga hujum qildi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubov ma'lum qildi. Ushbu o'qqa tutish oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. 50 va 63 yoshli erkaklar hamda 74, 41 va 52 yoshli ayollar, deydi Sinigubov. Uning so'zlariga ko'ra, yana 18 nafar mahalliy aholi jabrlangan, 4 kishi og'ir ahvolda, 12 kishi o'rtacha og'irlikdagi portlash jarohatlarini olgan. Qolganlarda esa o'tkir stress kuzatilgan. Sinigubovning qo'shimcha qilishicha, odamlar tibbiy yordam so'rab shifoxonalarga murojaat qilishda davom etmoqda. Xarkov viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Merefaga soat taxminan 9:35 da Iskander ballistik raketasi bilan zarba bergan. Bu ma'lumotni Z blogerlar ham tasdiqlagan. Sinigubovning bildirishicha, zarba oqibatida 10 ta turar joy binosi, kafe, 4 ta do'kon, ma'muriy bino, avtoservis va 2 ta avtomobil shikastlangan. Odamlar o'limiga sabab bo'lgan harbiy jinoyat sodir etilgani fakti bo'yicha sudgacha bo'lgan tergov harakatlari boshlangan. AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusi bilan Hormuz bo'g'ozida qolib ketgan kemalarni chiqarish operatsiyasi boshlanadi. Bu haqda Oq uy rahbari o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Tramp tarmoqda qilgan bayonotida neytral davlatlarga tegishli kemalar bo'g'ozdan chiqib ketishi uchun Amerika ularni kuzatib borishini ma'lum qildi. Ozodlik loyihasi deb nomlangan operatsiya 4-may kuni ertalab boshlandi. Trampning aytishicha, bu kemalar Yaqin Sharqdagi mojaroga umuman aloqador emas. Ular oddiy, aybsiz va neytral kuzatuvchilar bo'lib, yuzaga kelgan vaziyat qurboniga aylangan. Prezidentning ta'kidlashicha, operatsiya 3-davlatlarning murojaatlaridan so'ng boshlangan. Ular o'z kemalarini blokadadan chiqarishda yordam so'ragan. Tramp bu harakatni AQSh mintaqa davlatlari va qisman Eron tomonidan amalga oshirilayotgan gumanitar qadam deb atagan. Uning so'zlariga ko'ra, ko'plab kemalarda oziq-ovqat va zarur vositalar tugab bormoqda. Shu sababli ekipajlar uchun xavf kuchaygan. Chiqarilgan kemalar hudud xavfsiz bo'lmaguncha Hormuz bo'g'oziga qaytmaydi. Agar operatsiyaga to'sqinlik qilinsa, AQSh bunga kuch bilan javob berishi mumkin, degan Tramp. Biroq Eron tomoni bu tashabbusga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirgan. Eron parlamentining Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Ibrohim Asisi AQSh aralashuvi o't ochishni to'xtatish rejimini buzish sifatida baholanishi mumkinligidan ogohlantirgan. 2025-yilda Rossiyada davlatga xiyonat qilishda ayblanib sudlanganlar soni 200 nafardan ortib ketdi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib TASS xabar berdi. Aniqlik kiritilishicha, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining davlatga xiyonat moddasi bo'yicha 219 kishi hukm qilingan. Shuningdek, 14 kishi josuslik uchun, 29 kishi esa chet davlat yoki tashkilot bilan Rossiya xavfsizligiga qarshi qaratilgan maxfiy hamkorlik qilgani uchun sudlangan. Barcha sudlanuvchilar ozodlikdan mahrum etish jazosiga mahrum etilgan bo'lib, 2 kishi umrbod qamoq jazosini olgan. Davlatga xiyonat uchun ayblanganlarning aksariyatiga sudlar 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Xuddi shunday jazo muddati josuslikda ayblangan chet elliklarga ham eng ko'p qo'llanilgan. Xorijiy davlatlar va tashkilotlar bilan maxfiy hamkorlik qilish ishlari bo'yicha jazo muddati 2 yildan 8 yilgacha qamoqni tashkil etdi. Davlatga xiyonatda ayblanib sudlanganlar orasida 12 nafar o'smir, 5 nafar amaldor va 12 nafar harbiy xizmatchi bor. Taqqoslash uchun 2024-yilda davlatga xiyonat uchun 145 kishi, Rossiya xavfsizligiga qarshi hamkorlik uchun 21 kishi, josuslik uchun esa 23 kishi sudlangan. Eron harbiy dengiz kuchlari Amerika va Isroil kemalarining Hormuz bo'g'ozi hududiga kirishining oldini oldi. Bu haqda Islom Respublikasi armiyasi matbuot xizmatiga tayanib IRNA xabar berdi. Islom Respublikasi harbiy dengiz kuchlari qat'iy va tezkor ogohlantirish bilan dushman Amerika va sionist esminitslarining Hormuz bo'g'ozi hududiga kirishiga yo'l qo'ymadi, deyiladi xabarda. Fars ma'lumotlariga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi yaqinida AQSh kemasiga 2 ta raketa borib tekkan. Kemalar Eronning o'tish taqiqlangani haqidagi ogohlantirishiga e'tibor bermagan. Amerika kemasi hujumdan keyin hududni tark etgan. AQSh qo'mondonligi xabar yozilayotgan vaqtda o'z kemalariga zarba berilgani haqidagi xabarlarni na tasdiqlagan, na inkor etgan. Buyuk Britaniya dengiz savdo amaliyotlari boshqarmasi 4-may kuni Hormuz bo'g'ozi hududida hech qanday hodisa haqida xabar bermagan. Shu bilan birga AQShning yuqori martabali mulozimi Axios jurnalisti Barak Ravidga bergan izohida AQSh kemasi raketalar hujumiga uchraganini rad etgan.
Rossiya Sovet xalqining ulug' vatan urushidagi g'alabasini nishonlash sharafiga 8-9 may kunlari o't ochish to'xtatilishini e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bunga javoban frontda 5-maydan 6-mayga o'tar kechasi sukunat rejimi amal qilishini aytdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Umid qilamizki, Ukraina tomoni ham bundan o'rnak oladi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida. Vaqtinchalik otash kesim Moskvada bo'lib o'tadigan parad oldidan va prezident Vladimir Putinning qaroriga asosan amalga oshirilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi e'lonidan ko'p o'tmay Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda shunday deb yozdi: Bugungi kunga qadar Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan harbiy harakatlarni to'xtatish usullari bo'yicha Ukrainaga hech qanday rasmiy murojaat bo'lmadi. Bizningcha, inson hayoti har qanday yubileyni nishonlashdan ko'ra qadrlidir. Shu munosabat bilan 5-maydan 6-mayga o'tar kechasi soat 00:00 dan boshlab sukunat rejimini e'lon qilamiz. Shu vaqtgacha sukunatni ta'minlashga erishish realdir. Ko'rsatilgan vaqtdan boshlab ko'zgu kabi harakat qilamiz. Agar Rossiya Mudofaa vazirligi Moskvada paradni Ukrainaning xayrixohligisiz o'tkaza olmaymiz deb hisoblayotgan bo'lsa, demak Rossiya rahbariyatiga o'z urushini yakunlash uchun real qadamlar tashlash vaqti keldi, deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Rossiya Mudofaa vazirligi o'z bayonotida Ukraina prezidentining 9-may kuni Moskva paradida dronlar uchirish tahdidiga ham munosabat bildirdi. Rossiya 9-mayda parad o'tkazishini e'lon qildi, ammo bu paradda harbiy texnika ishtirok etmaydi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, ular uzoq yillar davomida birinchi marta paradni harbiy uskunalar bilan o'tkazishni o'zlariga ravo ko'ra olmaydi. Ukraina dronlari ham ushbu paradga uchib kelishi mumkin. Bu ularning avvalgidek kuchli emasligini ko'rsatadi, degan edi Ukraina prezidenti. Rossiya agar Kiyev rejimi g'alabaning 81 yilligini nishonlashni buzish maqsadida o'zining jinoiy rejalarini amalga oshirishga urinsa, Ukraina poytaxtiga ommaviy raketa hujumi qilinishidan ogohlantirdi. Niderlandiyaning Amsterdam shahri go'sht va yoqilg'i mahsulotlarining ommaviy reklamasini taqiqlagan dunyodagi ilk poytaxt bo'ldi. Bu haqda BBC xabar berdi. 1-maydan boshlab billbordlar, tramvay va metro bekatlaridan burgerlar, benzinli avtomobillar hamda aviakompaniyalar reklamalari olib tashlandi. Shaharning eng gavjum tramvay bekatlaridan birida tovuq go'shti, yo'l tanlamas avtomobillar va kam byudjetli sayohatlar reklama qilinib kelinayotgan edi. Endilikda ularning o'rniga Niderlandiya Milliy muzeyi va pianino konserti targ'ib qilinadi. Siyosatchilarning aytishicha, bu qadam Amsterdam ko'chalarini mahalliy hukumatning ekologik maqsadlariga moslashtirishga qaratilgan. Jumladan, Niderlandiya poytaxtida 2050-yilga borib uglerod neytralligiga erishish va shu davrda go'sht iste'molini 2 baravar kamaytirish rejalashtirilgan. Iqlim inqirozi juda dolzarb. Agar siz iqlim siyosatida yetakchi bo'lishni istasangiz, ko'chalaringizdagi peshlavhalarni aynan shu siyosatga zid narsalar uchun ijaraga bersangiz, bu qanday mantiqqa to'g'ri keladi, deydi Yashil So'llar partiyasi vakili. Go'sht Amsterdam tashqi reklama bozorining nisbatan kichik qismini tashkil etadi. Yoqilg'i mahsulotlari reklamasi esa taxminan 4% dan iborat. Reklamalarda asosan kiyim-kechak brendlari, film plakatlari va mobil telefonlar ustunlik qiladi. Ammo go'sht reklamasini parvozlar, kruizlar, benzinli va dizelli avtomobillar qatori taqiqlash uni shaxsiy ovqatlanish tanlovidan iqlim muammosiga aylantiradi. Birlashgan Arab Amirliklari Eronni Hormuz bo'g'ozida neft tankeriga hujum qilishda aybladi. Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Bayonotga ko'ra, Adnos neft gaz kompaniyasiga tegishli tanker bo'g'ozdan o'tayotgan paytda 2 dona dron bilan hujumga uchragan. Hodisa oqibatida jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Rasmiylar bu harakatni xalqaro dengiz yo'llaridagi erkin harakatga zid Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzuvchi harakat sifatida baholagan. Shuningdek, bunday hujumlar mintaqaviy barqarorlik va global energetika xavfsizligiga tahdid solishi ta'kidlangan. Birlashgan Arab Amirliklari tomoni Erondan bunday harakatlarni to'xtatishni talab qilgan. Shu bilan birga Eron avvalroq AQSh harbiy kemalarining bo'g'oz hududiga kirishiga yo'l qo'ymayotganini ma'lum qilgan. Eron axborot agentliklariga ko'ra, dengiz kuchlari dushman kemalarini ogohlantirib hududdan chiqarib yuborgan, ammo AQSh tomoni bu ma'lumotni rad etgan. AQSh markaziy qo'mondonligi hech bir harbiy kema zararlanganini tasdiqlamagan va mintaqada kemalar harakatini ta'minlash operatsiyalari davom etayotganini bildirgan.
Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.